Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi Yalğız yaşashning adablari. Olimlar kishilar bilan aralashib yashash afzalmi yoki yalğız yashashmi degan temada birlik keladigan emas. Darvaqa ikki yilisining o'z oldiga foyda va ziyonlari bordir. Ko'pincha zoidlar yalğız yashashni afzal bilgan. Sufyan Savri, İbrahim ibn Adham, Davud at-Tayi, Fuzayl, Bishir al-Hafi qatorliq olimlar yalğız yashashni afzal deb qaraganlardandir. Said ibn Musayyab, Shurayh, Sha'bi va Ibn Mubaraklar kishilar bilan aralashib o'tishni mustahab deb qaraganlardir. Har ikki guruh olimlarning o'z qarashlariga dalillari bor. Shu dalillarga ishora qiladigan bo'lsak, yalğız yashash afzal deguchilarning dalillari Sahihayndagi munhadisdir. Abu Said raziyallohu anhu mundaq degan: "Ey Allohning payg'ambari, kishilarning yaxshisi kimdir?" deyilgan edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Jini va meli bilan jihad qilgan kishi va bir tog'da Parvardigoriga ibodat qiladigan kishilarga yomonligi yetmaydigan kishidir dedi. Uqba ibn Amir raziyallohu anhu mundaq degan: "Men ey Allohning payg'ambari, nijotlik nimadir?" deb so'ragan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Tilingga ega bo'lg'in, o'yingdarak bo'lg'in va xatolig'ingga yig'lig'in. Mana bu nijotlik" dedi. Umar ibn Xattob raziyallohu anhu xaloyiqdan yiroqlashib, yolg'izlikdan nisivanglarni ilinglar degan. Said ibn Abi Waqqas raziyallohu anhu: "Men toki Alloh taologa uchrashganimga qadar o'zim bilan kishilar orasida tumirdan bir eshik bo'lsa, men ularga so'zlamasam, ularmi menga so'zlamasa deganni orzu qilib qoldim" degan. Ibn Mas'ud raziyallohu anhu deydi: "Osmon ahliga tunilgan va zamin ahliga bilinmagan ilmning buloqlari, kechining chiroqlari, uylarning besotlari, qalblarning yengillari va kiyimlarning ko'nillari bulunglar." Abu Darda raziyallohu anhu mundaq degan: "Musulmon kishining ibodatxonasi o'zining uyi bo'lishi nima degan yaxshi a? U uyida tilini, avratini, ko'zini haromdan saqlaydi. Bozor rastlardagi o'rindiqlardan saqlaninglar. U o'rindiqlar insonni goh mashg'ul qiladi, goh bekor chiqiladi." Davud at-Tayi rahimahulloh kishilardan shirdan qochgandek qochqin degan. Abu Muhalhil mundaq degan: "Sufyan Savri meni qo'limdan tutib bir mozorga ilib bordi. Ondan biz bir tarafga qayrildik. Sufyan Savri yig'ildi va: 'Ey Abu Muhalhil, qo'lingdan kelsa, zamondoshlaringdan hech kimga aralashmay o'tgin. Sening eng cho'ng g'iming o'zingni tuzash bo'lsin" dedi. Kishilarga aralashib yashash afzal degan qarashni tanlaganlarning dalili bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shu so'zidir. Kishilar aralashadigan va ularning aziyatlariga sabr qiladigan mu'min, kishilar aralashmaydigan va ularning aziyatlariga sabr qilmaydigan mu'mindan yaxshidir. Ular buningga qamlashmagan tariqada dalillarni keltiribmi baqqan. Shu dalillardan Alloh taolaning bu so'zi: "Ro'shan dalillar kelgandan keyin ayrilib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni Yahudilar va Nasoralardek bo'lmanglar. Ana shular cho'ng azobga duchor bo'ladi." U qarashqa bu oyatni dalil qilishmi o'rinsiz. Chunki bu oyatda ko'zda tutilayotgani shariatning asosida mazhab va har xil qarashlar bo'linib ketishdir. Ular yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning 3 kundan ortiq tashlab o'tishi halol bo'lmaydi degan so'zini dalil qiladi va xaloyiqni ayrilib yakka yolg'iz bo'lib olish butunlay tashlab o'tish hisoblanadi deydi. Bu dalil ham zaifdir. Chunki bu hadisda ko'zda tutilgani musulmon qarindishiga gap qilmaslik, salom qilmaslik va odatlanib kelgan aralashishni tark etishdir. Yolg'izlikning foydalari, ofatlari va uning fazilat haqida haqni oshkora qilish. Kishilarning bu vaqtdagi ixtilofi to'y qilish yoki bo'ytaq yurishning fazilat haqidagi ixtilofiga o'xshaydi. Biz to'y qilish yoki bo'ytaq yashashning kishiga va ahvoliga qarab o'zgaradiganligini bayon qildik. Bizningcha kishilardan ayrilib yolg'iz yashash yoki kishilar bilan aralashib yashashning hukmi shuningga o'xshashdir. Avvalo yolg'iz yashashning foydalari haqida to'xtalaylik. Buning 6 foydasi bordir. Birinchi foyda: ibodatga markazlashish. Alloh taologa tevinish bilan yaqinlashish. Chunki bu ishlar bo'sh vaqt talab qiladi.
Kishilar bilan aralashsa, bo'sh vaqt chiqarg'ili bo'lmaydi. Shunga yolg'izlik eng boshda bo'sh vaqtni ziyoda qiladi. Ba'zi hukmlarga zoitlik va xilvat joyi kishilarni nimaga ilib boradi deyilgan edi. Ular Alloh taologa yaqinlashishga deb javob berdi. Uvays al-Qarni raziyallohu anhu Parvardigorini tunib turib, uningdan boshqa yaqinlashgan kishini ko'rib boqmadim degan. Bilginki, bir kishi Allohni davomli zikr qilish bilan, Allohga yaqinlashish va davomli tafakkur qilish bilan Alloh taolani tunishni amaliylashtirish muyassar bo'lsa, undaq kishining kishilar bilan aralishish bilan mashg'ul bo'lganidan Allohga yaqinlashish va Allohni tunishga berilishi afzaldir. Ikkinchi foyda. Tulu chaqda xaloyiqqa aralishish sababli uchraydigan gunoh ma'siyatlardan yolg'iz yashash orqali qutulg'ili bo'ladi. U gunoh ma'siyatlar 4dir. Birinchi, g'ayvat. Kishilar odatda boshqalarning yuz obro'yini o'yin chaqchaq va qiziq parang obyekti qilib oladi. Agar bir kishilar aralashib, ularning g'ayvat qilishlariga qo'shilsa, gunohkor bo'ladi. Allohning g'azabiga uchraydi. Agar g'ayvatga qo'shilmay sukut qilsa-mu gunohkor bo'ladi, chunki g'ayvatga quloq solg'uvchi-mu g'ayvat qiluvchilardan hisoblanadi. Agar sen ularning qilgan g'ayvatini inkor qilsang, ular seni yomon ko'radi va sening mu g'ayvatingni qilib, g'ayvat ustiga g'ayvat bo'ladi. Ba'zida tillashga tushadi. Ikkinchi, yaxshilikqa buyurish va yomonlikdan to'sish. Xaloyiqqa aralashgan kishi munkar ishlarni ko'rishdan xoli bo'la olmaydi. Agar u munkar ishlarni ko'rib turib inkor qilmay sukut qilsa, Allohga asi bo'ladi. Agar munkar ishlarni inkor qilsa, turli ziyonlarga uchraydi. Demak, kishilar aralashmay tanha yashag'uvchi bu gunohlardan salomat qoladi. Uchinchi, riya. Riyaxo'rlik bo'lsa, saqlanish tas va davolash qiyin bir kasaldir. Kishilarga aralashganda tunji bo'lib, ularga seg'inish izhor qilinadi. O seg'inishni asli petichi so'zlasin yoki ko'ptirib so'zlasin, yolg'onchilikdan xoli bo'la olmaydi. Salaf solihlar qandoq tong atqizding, qandoq kech qilding deb so'rag'uchining o'ziga javob berishdan, yolg'onchilik bo'lib qilishdan ansirab qo'rqatdi. Ulardan biriga qandoq tong atqizdingiz, qandoq ahvolingiz deyilgan edi, u javob berib: Aciz va gunohkor holda tong atqizdik, rizqimizni yeymiz va ajlimizni kutyapmiz dedi. Ahval so'rag'uchining musulmon qirindishidan tinish qo'paplimmi deb so'rashi, uningga mehr shafqati va yaxshi ko'rishidan bo'lmasa, bundaq so'rash yasalmiliq va riyo bo'ladi. Qalbida yo'qolmas uchmanlik turib, ahvoli yomon bo'lsa-kan degan niyatda ahvol so'rashmi mumkin. Yolg'iz yashashda bu ishlardan xoli bo'lg'ili bo'ladi. Chunki bir kishi xalq bilan uchrashsa va ularning axloqi bilan muomala qilmasa, xalq uni yomon ko'radi, uni yeki saplaydi va uning g'ayvatini qiladi. Shunda qilib ularning dini ketadi, g'ayvat qilinuvchimi ulardan o'chilish yo'lida diniy va dunyoliqidan ayriladi. 4. İnson tabiatining boshqalarning nachar axloqlarini o'ziga yuqtirishi. Bu bo'lsa, g'aflatda qolganlarla emas, balki aqlli kishilarmi diqqat qilib bo'lolmaydigan yushirin kasaldir. Bir kishi pasix bilan bir muddat uni ko'nglida inkor qilsa-mu, birga o'ltirsa va shu holatini pasix bilan o'ltirishdan ilgirki holati bilan silishtirib baqsa, buzuqchilikdan nafratlanishda farq his qiladi. Chunki buzuqchilik ko'p uchrashish bilan buzuqchilik inson tabiatiga yengil tuyuladigan bo'lib qoladi va buzuqchilikni cho'ng gunoh sanash va buzuqchilikning yuz berishini og'ir gunoh his qilish yo'qab ketadi. Bir kishining boshqalardan sodir bo'lgan cho'ng gunohlarni uzun muddat ko'rishi o'zidagi kichik gunohlarni kichik sanashga elib boradi. Shuningdek, bir kishi salaf solihlarning zoitligi va ibodat qilish hollarini o'ylansa, o'zini tuvan ko'radi, qilgan ibodatlarini kichik hisoblaydi va bu holat ibodat qilishda tirishishga undaydi. Bu nozik bayon solihlar tilga ilinganda Allohning rahmati yog'di degan so'zning sirini namoyon qilg'usi. Bir ish takrorlangan sari yoki ko'rilaversa normallashib qolganligining bir dalili shuki, ko'pincha kishilar Ramazon oyida ro'za tutmagan bir musulmonni ko'rsa, buni nihoyat cho'ng gunoh hisoblaydi. Hatto u musulmonning kofirligiga jazm qilg'ili tas qoladi. Lekin namozni qazo qiladigan kishini ko'rsa, bir vaqt namozni tark etish insonni ko'priq chiqaradigan turib, undaq kishidan ro'zasini qazo qilgan kishidan nafratlangandek nafratlanmaydi.
Bunun faqat bir sababi bor. U bo'lsa-mu, namoz har kun takrorlanadi. Shunga namozga ko'proq sal qarab qoladi. Shuningdek, agar bir faqih bir ipak libos kiysa yoki oltin uzuk taqsa, kishilar uni qattiq ayblashadi. Yo'q, bir faqih olimni g'ayvat qilgan holda ko'rsa-mu, buni cho'ng gunoh bilib ketmaydi. Halbuki g'ayvatxo'rlik ipak kiyim kiyishdan qattiqroq gunohdir. Lekin g'ayvatni ko'p anglash va g'ayvatxo'rlarni to'la ko'rish sababli bu gunohning ta'siri qalbdan ko'tarilib ketgan. Sen bu nozik masalalarni tushungin va kishilar bilan o'ltirib qopishdan ehtiyot qilgin. Chunki ko'rdig'ining dunyoga herismanlik va oxiratdan g'aflat qilishni oshiradigan narsalar bo'lishi mumkin. Natijada gunoh o'tkazishing osonlashib, toat ibodat rag'bating ojizlaydi. Agar sen Allah zikr qilinadigan bir joyni topsang, u joydan ayrilmag'in, chunki u joy mu'min uchun g'animatdir. 3-foyda. Fitna va dushmanliklardan qutulish. Dinini adovatxo'rlik va fasodchilik tushishdan saqlanish. Chunki hech bir shaharning aholisi tarafbozlik va dushmanliklardan xoli bo'la olmaydi. Yolg'iz yashag'uvchi bu ishlardan yiroq qoladi. İbn Umar raziyallohu anhu rivoyat qiladiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam fitnalarni tilga oldi va uni sifatlab, kishilarni va'dalariga vafo qilmagan, omonatlarni qaytarishda ojizlashgan, ularni mushundoq yaxshisi bilan nochirini ayrig'il bo'lmaydigan holatda ko'rsang deb barmoqlarini girallashtirdi. Rivoyat qiluvchi Amr ibn Az raziyallohu anhu aytdi: Men shu zamonda meni nimaga buyurdilar degan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: uyingda o'ltirg'in, tilingga ega bo'lg'in, to'g'ri deb bilginingga amal qilg'in, xato deb bilginingni tark etgin. O'z ishingga berilgin va umumning ishidan yiroqlashgin dedi. Buning ma'nodash boshqa hadislarni rivoyat qilingan. 4-foyda kishilarning yomonligidan qutulish. Chunki kishilar ba'zida g'ayvat, ba'zida chiqinchilik bilan, ba'zida gumonxo'rlik, ba'zida quruq tuhmat va ba'zida yolg'on xushomad bilan boshqalarga aziyat berdi. Kishilar aralashib o'tgan kishi hasad, dushmanlik, hatto o'z tunishlaridan keladigan turli yomonliklardan xoli bo'la olmaydi. Yolg'iz yashash bularning hammasidan qutuldirdi. Shoir mundoq degan: Düşmening chiqur do'stlar ichidan. Agah bo'lmag'ay do'sting ziyoda. Chunki sen yo'liqqan kasalning ko'pi, bog'liqdir jigan ichgan narsangga. Umar raziyallohu anhu aytdiki, kishilardan ayrilib yolg'iz yashash yomon hamrohlardan qutuldirdi. İbrahim ibn Adham rahimahulloh aytgan: Tunimaydigan kishini tunishga tirishma, tunuydigan kishini tunimas bo'lg'in. Bir kishi musulmon qarindishiga: "Sanga hajda hamroh bo'laymi?" degan edi. U: "Yo'q, biz Allohning pardasi ichida yashaylik. Chunki biz bir-birimizdan o'zaro yomon ko'rishga sabab bo'lgan narsalarni ko'rib qolishdan qo'rqamiz" dedi. Yolg'iz yashashning boshqa bir foydasi din, odamgarchilik va boshqa taraflardagi ayiblar yushirin qoladi. 5-foyda kishilarning sendan va sening kishilardan ta'madi bo'lishingni uzib tashlash. Kishilar doimo mamnun bo'lishni xohlaydi. Halbuki hammani rozi qilish yetib bo'lmas bir g'oyadir. Yolg'iz yashash ularning to'y-to'kun, bazmi barovatlariga qatnashishni kutish va boshqa orzularini kesib tashlaydi. Debdilarki, hamma xaloyiqni birdek mahrum qoldirgan, hech kimga umid bermagan kishidan hamma rozi bo'ladi. Sening boshqalardan tamayinga kelsak, dunyoning zibu-zinnatlari qaragan kishining qiziqish qo'zg'aladi. Qiziqish kuchi tama istakni qo'zg'aydi va u kishi ko'pincha tama qilgan narsasiga erishalmaganligini ko'rganda aziyat chekadi. Alloh taolo mundoq degan: Biz kuffarlardan turli jamoani bahramon qilgan dunyoning ne'matlari va zibu-zinnatlariga ko'z solmag'in. Bunun bilan ularni sinaymiz, Parvardigoringning rizqi, ya'ni savobi bu fani ne'matdan yaxshidir va eng baqidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: Pul-mol va yaratilish jihatda o'zinglardan tuvan kishilarga qaranglar, o'zinglardan yuqori kishilarga qaramanglar. Bundaq qilish Allohning sizlarga bergan ne'matini tuvan ko'rmaslikinglarga foydali degan. 6-foyda aqlsiz, ahmaq kishilarni ko'rishdan va ularning yomon xuluqlariga uchrashdan qutulish.
İnsan aqlsiz kishidan aziyat cheksa, uning g'ayvatini qiladi. Nodonning ayiblashlariga uchrag'uchi ayni aziyat bilan javob qaytardi. Oqibat ish dinning buzilishiga boradi. Tarki dunyolikda bo'lsa, buningdan farq bo'lg'ili bo'ladi. Yalğız yaşashning ziyonlari haqida. Diniy va dunyoviy maqsadlarning ba'zisiga boshqalardan yordam so'rash orqali erishgil bo'ladi. Bu bo'lsa, kishilar bilan aralashib yashash orqali hosil bo'ladi. Ilm o'rganish va o'rgatish, manfaat yetkazish va manfaatga erishish, tarbiya berish va tarbiya ilish, do'st bo'lish va do'stlikni his qildirish, kishilarning haqlarini ado qilish bilan savobga erishish, kamtarlikka odatlanish, bu ahvollarni ko'rib tajribalardan foyda ilish va ibrat ilish qatorliqlar kishilar bilan aralashib yashashning foydalaridan bo'lib, tuvanda bularni tafsiliy bayon qilib o'tamiz. Birinchi foyda ilm o'rganish va ilm o'rgatish. Buning fazilatini ilmning bo'limida bayon qildik. O'ziga farz bo'lgan ilmni o'rgangan kishi boshqa ilmlarga markazlashishim oson emas, ibodatga markazlashay deb qarasa, ibodat qilishga berilsin. Agar shariat ilmlarida voyaga yetish qobiliyati bor kishi ilm o'rganishdan burun kishilardan ayrilib olib yolg'iz yashasa, bu ofatdir. Shuning uchun Rabi ibn Husaym rahimahulloh diniy ilmlarni egillagan, ondan kishilardan ayrilgan degan. İlim bo'lsa dinning asosidir. Avam xalqdan ayrilib yashashda ilm xususida yaxshilik yo'qdir. Bir olim zotdan bilimsiz kishining kishilarni tashlab yolg'iz bo'lib olishiga nima deysiz deb so'ralgan edi. Olim javoban ofat va falokatdir dedi. Ondan uningga olimning kichi deyilgan edi. U javob berib, yo'qab ketgan to'gi bilan sening nima ishing? U to'gining suqachisi va tuyuqi o'z bilan birga tursa, İgiz onu tepib alğuca subar yerga kelib dal-daraxtlardan yeb juramdu, dedi. İlim o'rgatishga kelsak, niyat to'g'ri bo'lsa, ilm o'rgatishning savobi buyukdir. Qachonki ilm o'rgatishdan maqsad yuz obro'y tiklash va agashkuchilarni ko'paytirish bo'lsa, undaq ilm o'rgatish dinning halokatidir. Bu haqda ilm bo'limida so'zlandi. Zamanımızda köpünçe ilim öğrengichilarning maqsadi yomon bo'lib qoldi. Dinning maqsadi ilim öğrengichini nachar kishilardan ayirishdir. Agar ilim o'rgatguchi Alloh rizosi uchun ilm talab qiladigan va ilm o'rganish bilan Allohga yaqinlik izlaydigan talibul ilmga yo'liqsa, uning tanho yashashi durust emas va ilmni yushirish haromdir. İlimni Allah rızasıdan başqa narsa uchun o'rgangan edik, lekin ilm faqat Allah rızası uchun bo'lishga unidi degan kishining so'ziga aldinib ketmaslik kerak. Chunki buni deguchi aslida Qur'on ilmi, hadis ilmi, payg'ambar va sahobalarni tunish ilmiga ishorat qildi. Bu ilmlar qo'rqitish va ogohlantirishni o'z ichiga oladi. Ham yana Alloh qo'rqusini qo'zg'ashga sabab bo'ladi. Bu ilmlar darhol ta'sir qilmasmi, keyinchi ta'sir qiladi. Amma kalam ilmi va ixtilof ilmi kelsak, u ilmlar dunyo qiziquvchini Alloh taolo tarafga qaytara olmaydi. Balki kalam va ixtilof ilmlarini o'rganganlar umrini dunyoga bo'lgan herismanlik bilan tamomlaydi. Ikkinchi foyda: manfaat yetkazish va manfaat ilish. Boshqalardan manfaat ilish, kasb qilish va muomala qilish bilan bo'ladi. Bu ishlarni qilishga muhtoj bo'lg'uchi yolg'iz yashashni tark etishga majburdir. Ammo yanada muhtoj qilmoqdek narsasi bor kishining yolg'iz yashashi afzaldir. Lekin kishi saxovat uchun kasb qilmoqchi bo'lsa, bu uning tanho yashashidan afzaldir. Biroq kishining tanho yashashi Alloh taoloni tunishiga, qudratini quruq paraz va bema'ni xiyollar bilan emas, balki ko'rish va bayqash orqali Allohga yaqinlashishiga foydali bo'lsa, u holda uning yolg'iz yashashi kasb qilishidan afzaldir. Boshqalarga manfaat yetkazish bo'lsa, milliy yoki badani bilan kishilarning hojatlarini ado qilib, ularga foyda keltirishni ko'rsatadi. Kishi agar yolg'iz yashasa, nafl namozlar va badaniy amallar bilan o'tadigan kishi bo'lib, amaliyotda shariat belgilamalarini chayilmagan holda o'ziga manfaat yetkazishga qodir bo'la oladigan kishi bo'lsa, undaqda uning hojatlarini ravo qilib, o'zgalarga foyda yetkazishni yolg'iz bo'lib olganidan afzaldir. Agar kishi qalban davomli aslash yoki davomli tafakkur qilishdek amal yo'li ichilgan kishi bo'lsa, bu amalga albatta hech ish tang bo'lmaydi. Üçüncü foyda: tarbiya qilish va tarbiya ilish.
Bunun bilan kishilarning jafosiga ko'nish, aziyatlarni ko'tarishga tirishish, nafsini tizginlash va shahvatni bo'ysundirish ko'zda tutiladi. Bundaq qilish axloqiy tuzalmagan kishi uchun yolg'iz o'tishdan afzaldir. Ba'ayni yavi bir hayvonni ko'ndirishdan maqsad faqatli ko'ndirib qo'yish bo'lmag'inidek, nafsni kishilarning jafosini ko'tarishga ko'ndirishdan maqsadmi faqat ko'ndirishla emasligi tushunilishi kerak. Balki maqsad nafsni bosqichlarni besib o'tadigan bir uloq qilib tutishdir. Badan bo'lsa, oxirat yo'lining minik ulug'idir. Bu uloqning shahvatlari bor bo'lib, agar u shahvatlar yo'qotilmasa, u minguchiga yo'lda bo'ysunmaydi. Bir kishi uzun vaqt mashq qilish bilan mashg'ul bo'lsa, uzun vaqt hayvonni ko'ndirib, uningga minmagan kishiga o'xshash bo'lib qoladi. Uning erishgini faqat hayvonning tishlash va tepishidan qutulishli bo'ladi. Umu bir payda, lekin haqiqiy maqsad emas. Bir nazara rahibqa rahib deyilgan edi u. Men rahib emasman, faqat tishligak itman. Men kishilarni tishlamay deb o'zimni tizginlagan kishiman, dedi. Bu tishligak kishi uchun yaxshi, lekin buning bilanla kifoyalanmaslik kerak. Ammo tarbiya berishga kelsak, u boshqalarni tarbiyalashni ko'rsatadi. Ilgari tilga ilingandek, ilmni tarqatganda keladigan nozik ofatlar boshqalarga tarbiya bergandimi keladi. 4-payda kishilar bilan o'zaro do'stlashish va do'stlikni his qildirish. Bu xuddi taqvo kishilar bilan do'st bo'lishganga o'xshash mustahabdir. Ba'zida qalbni yolg'izlikning g'am qayg'ularidan rahatlatish uchunmi do'stlashish bo'ladi. Shunga yolg'iz yashag'uvchi vaqtning ma'lum qismini boshqa vaqtni zoyi qilmaydigan kishi bilan do'stlik qurish va parang orqali beyitsa yaxshi. Lekin do'st bilan uchrashganda mumkin qadar diniy temada paranglashish kerak. 5-payda savobga erishish va savobga erishtirish. Jinozaga qatnashish, kasal yo'qlash, nikoh va boshqa chilloqlarga ijobat qilish orqali savobga erishishga bo'ladi. Bu ishlarda mu'minni suyundirish yuzidan savob bo'ladi. Savobga erishtirishga kelsak, tasalli berishi yoki tabriklashi va yoki yo'qlash uchun kishilarga eshigini ichish orqali bo'ladi. Chunki ular bu ishlarni qilish orqali savobga erishadi. Shuningdek, agar kishi olim bo'lsa va kishilarga o'zini ziyorat qilishga ruxsat qilsa, kishilar savobga erishadi. Lekin kishilar bilan aralashishning savob ziyonlarini dangsab beqish, ondan yolg'iz yashash yoki aralashib yashashdan qaysi afzal bo'lsa, shuni tanlab olish kerak. Salaf solihlar yolg'iz yashashni tanlaydi. 6-payda tavazuchan bo'lishdir. Yolg'iz yashag'uvchi osonlikcha kamtarlikka qodir bo'la olmaydi. Ba'zida takabburlik yolg'iz hayotni tanlashga sabab bo'ladi. Yig'ilishlarda o'ziga bo'lgan hurmatning kamchil bo'lishi va so'rinda degandek ko'ziga ko'rinilmaslik kishini xaloyiq bilan aralashishdan to'sadi. Ba'zida kishi o'z nazarida o'zini ustun o'rinni ko'rgachga kishilar bilan aralashib o'tishdan kibr qiladi. Bundaq kishining alomati boshqalarning o'zini ziyorat qilishni yaxshi ko'rish, lekin o'zi boshqalarni ziyorat qilishni yaxshi ko'rmaslik. Davlat arkoni va avom xalqning o'ziga mushtaqligi, uyiga kelib turishi va qo'l etaklarini suyishidan xushal bo'lishdir. Bu vajdan tanha yashash nodonlikdir. Chunki kamtarlik buyuk kishining martabasini tuvallatmaydi. Demak, yolg'iz yashashning foyda va ziyonlarini bilganingda, shuni jazman ko'rib yetsanki, mutlaq holda yolg'iz yashash texmi afzal yoki xaloyiq bilan yashash texmi afzal deb hukm qilish xatodir. Balki buningda shaxsga va shaxsning holiga, aralashgan odamiga, u odamning ahvoliga, kishilarga aralashib o'tishga turtki bo'lgan sababga va aralashib o'tish sabablik qo'ldan ketadigan foydalarga qarash va aralashish orqali erishgan narsa bilan qo'ldan ketgan narsa orasini dangsab beqish kerak. Ana shu chaqda haqiqat ayon bo'ladi va qaysining afzalligi ro'shanlashadi. Imom Shafiy, Alloh uning rahmat qilsin, aytgan ekan: kishilarni butunlay tarix qilish dushmanlikka ilib boradi. Ular bilan bek yaqin o'tishmi yomonlikni boshlab keladi. Shunga takallub bilan samimiylik orasida bo'lg'in. Kimki buningdan boshqa gap qilsa, u kamaqli kishidir. Bu har kimning o'z ahvolidan derak beradigan bir o'lchamdir. Bir kishining o'ziga xos hukmini aksicha ahvoldagi kishiga berishi durust bo'lmaydi. Yolg'iz yashashning adablari. Agar yolg'iz yashashning adablari nima deyilsa, deymizki, kishilardan ayrilg'uchi bu orqali avvalo o'zidan kishilarga yetkisi yomonlikni to'xtatishni, ondan yomonlarning ziyonkashligidan omon qilishni,
Andın musulmonlarning haqlarini ado qilishda kamchilik o'tkazishdan qutulishni va andan keyin barcha itoat va g'ayrati bilan Alloh taologa ibodat qilishga niyat qilish kerak. Bu oshkora adablardir. Andın yolg'iz qolganida ilm, amal, zikr va tafakkurini davomlashtirg'ay kim tanha yashashning mevasini olalag'ay. Sap, huzurliq vaqt o'tkazish uchun kishilarning yeniga pat-pat kelishi va ziyorat qilishni to'sqay. Başqalarning halini so'ramag'ay, shahardagi turli paranglarga va kishilar mashg'ul bo'layotgan narsalarga quloq solmag'ay. Chunki bu ishlarning hammasi qalbga mustahkam o'rnaydi, hatto namoz asnosidami diqqatni chachidi. Demak, xabarlarning quloqqa kirishi zaminga urug'ning tushkuniga o'xshaydi. Ozg'ini maishat kirimiga qanoat qilg'ay. Aksicha bakrak kengrichilikda o'tmoqchi bo'lsa, bu uni kishilar bilan aralashib o'tishga majbur qiladi. Kishilardan kelgan aziyatlarga sabrchan bo'lg'ay. Tanha yashaydiganlik uchun kelgan maqtashlarga yoki kishilar bilan aralashmaganlik sababli ayblashlarga quloq solmag'ay. Chunki bular qalbga ta'sir qiladi va kishini oxirat yo'lida mangditib qo'yadi. Davomliq tanha ibodat qilish mushaqqatini yeniklatib, biror dam hal mu'n qilib bila aram olgudek solih do'sti bo'lg'ay. Onun bilan o'tkazgan bir soat yolg'izlikda ibodat bilan o'tkazgusi qolgan soatlarda yordam beradi. Dunyo tamasini uzib tashlagandala kishilardan ayrilib turishdagi sabr mukammallashadi. Tamagarlik arzuni oddiy qilish bilan uziladi. Shunga kishi tong atqusa kech qilolmaydiganligini, kech qilsa tong atqizolmaydiganligini o'ylasin. Shundala kun bo'yi sabr qilishi oson bo'ladi. Yalğızlıqdan qalbi sıqılsa, ölümni va qabrdagi yalğızlıqni ko'p yod etgay. Shuni jazmlashtirib olg'ay ki, Alloh taolani zikr qilish va u zotni tunishdan qalbida bir uns ulfat hosil qila olmagan kishi o'limdan keyingi yalğızlıqning suri qo'rqinchiq taqat qila olmaydi. Kimki Alloh taolani zikr qilish va u zotni tunish bilan unsiyat topsa, bu unsiyatini o'lim yo'q qila olmaydi. Chunki o'lim unsiyat va tunish maqomini bitchis qila olmaydi. Allah Taala şehitler hakkında mundaq degan. Allah'ның yolunda şehit bolğanlarını ölük dep guman qılmagın. Belki ular tirik bulup Allah'ның dergahidagi rizqdan bahramon qilinadi. Yani cennetning ne'matlaridan atigan oqshomda mengülik rizqlantirib turdi. Allah rizası uchun o'z nafsiga qarshi jihad qilishga berilgan kishi shahiddir. Shuningdek, ba'zi sahobalarning biz kichik jihatdan cho'ng jihatga qaytdik deganligi rivoyat qilindi. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihəligücü A. Aqhun. 2024 yılı 1. nəşri 1. qatım bəsilişi. İstanbul. Nəşr huquqi Saciya İslam Tədqiqat Mərkəziga təvə. Hər qandaq orun yoki şəxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishga ruxsat qilinmaydi.